O'ylashib berganlarga rahmat. Ular uzoq bo'lsin. Biz duolaymiz, bular ishi barakali bo'lsin. Ularning uzoq bo'lsin. Xizmatlar ma'qulmi tog'a? Xizmatlar ma'qulmi? Men alatormani nima qilasan deb. Ularning uzoq topgan pullaring barakali bo'lsin. Mana. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati Qop tumani Chodakka kelganmiz. Yoqib, sinib, bo'lsa ishlatib berdik. Metan kraskalangan varianti oliftasidan o'rnatib berdik. Pechga o'choqlisi 1.5ligi, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'choqli pechka, duxovkasi, tozalaydigan joyi. Hozir tutaganligi sababi nimada bu? Kraskasi kuyib oladi yoqqanimizga. 2 soatda kuyib, o'zi kuyadigan kuyib o'zi chiroyli bo'ladi. Keyin qayta bu nima bo'lmaydi. Tutamaydi. Xizmatlar vodiy bo'ylab sarlavhada nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Buni kraskalanmagan varianti ham bor. Mana qanotlisi, qanotini qo'yish sababi bu yonboshdagi issiqlar uyni isitishga xizmat qiladi. Qo'yingki, uyda isitadi pechka. Молочныйdan mana ishdan o'rdik. Ishlari ablisopka. Orqa tarafida ham duxovkasi bo'ladi, 1.5likda. Duxovkasining ham eshiklari bor. Lazerlar kesilgan. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.